Şu bugün açığım geldi qarang. Bu xislat müdür o'zini lider chaqlab qilayotgan o'xshamamda. Lekin xislat müdür xizmatni nihoyat yaxshi ishlaydi. Shunga lider uning ishini da. Ishini-da. Bu meningcha ishinish masalasi emasmiki. Ularning o'rtasida azroq g'ayri munosabat bormikin deb o'ylayman. Bu xislat müdür nihoyat axloqli qiz bo'ldek ko'rindi. Biroq to'ttamningmi qo'liga va. Biz bu gapni qilib, aytugin bola qilmayli yana. Bu boshliq bilan kotibning o'tirishlik munosabat degan qash bilan kirpikdek yaqinli bo'ladigan ish bu. Agar mush xislat müdür hali deydigan bo'lsa, mush direktorga moqqada xo'sh qilib qabul qilarmikin? Direktor, agar sizlar degandek bo'lsa, biz cho'qim xo'shallik bilan qabul qilamiz. Biz unda demoqchi emas. Biz unda demoqchi emas. Men gapinglarning hammani tafsil anglab chiqdim, ha? Ishkinglar bo'lmasa, dadamning xili sodiq mudirlari, ha? Og'zinglarga hizi bo'lib yuringlar. Biz İşlemdingizmi? Praktika vaqtim to'shibdi-ka. Bugun rasmiyatlarni bajargili keldim. 2 oy vaqtim shundoq tez to'shib ketdimi? Shunda. Nim degan tez o'tgan bu 2 oy. Qo'lga sizni kimni ko'ramaydi ablalar. Chiqay chiqay. Mumkin emas. Hargiz mumkin emas. Xislat müdür hali deydigan bo'lsa, direktor o'zini Voy, ha keldinglarmi? Onun ustiga boyliqi oldin ola ovozniliqi unga bo'lgan narsa emas. Bu naq maydondagi narsa. Hayt, keldi qara. Ha, qandaq? Kimlikni to'liqlab belgili bo'lamdi-ku? To'liqlab berdigan bo'ldi. Lekin shu bir necha kun saqlaydigan o'xshaymiz. Mayli emasmi? Saqma putsizlar. Shu qaysar ko'rinmaydi qofka. Voy, ba aka. Uydan chiqmay o'tirdi-ku. Nima ish qildi-ku tang uy o'jirizda? Ha, tomoq yegansizlar? Biz choy ichdik. Aka, sen o'tirib tur. Men choy damlab chiqay. Ha, bir shundoq qila. Ham yordamlashaman. Voy bala. Cho'qimli yaxshi ma'lumotlar bu teklif qilib o'g'limni sistemlab bir tadbirga. Ol balamni sap qilay. Qaras bola. Ha. Necha kun bo'ldi bo'y turatqila. Ota-onangizni telefon berib xabarlantirib qo'ydingizmi? Ay bu otam deganchi boladan bek ansiraydi. Mening qizimmi Qashqada. Kunda nima yegandi, nima ichgandi deb xiyolim shu yerli bolam. Shu amma xabarlantirib qo'ysam-ku bo'ldi. Lekin o'zimning telefoni yo'q. Ondan teshig'i chiqsam, ommaviy telefonim yo'q ekan. Voy bolam, nədiki gapni qildi ekansiz? Uyda telefon bor-ku. Voy juring. Mening qo'l telefonimda hozir urib. Qarab turasiz sizga. Ha? Adash qada bo'ldi? Aloqalash oldingmi? Voy, men telefon qilmay qolamda, men qilsam etikka shu. Etib oldi albatta. Qarab turmang, bir mo'sh pul ziyon bo'lgan ozda salchiq qilib chiqdim men. Ha?
Ha, ma'qul. Lekin xabar olsa menga vaqt dajma adash. Ma'qulmi? Ha, ma'qul. Xo'sh. Nima? Qo'g'livatdi? Nimaga qo'g'livatdi? Nimni xato qilganimni bilmayman. Tuyuqsiz chaqirtib qo'g'livatdi. Siz bir ishni xato qilgan gap. Kamchiligingiz tutqizmasangiz, u siz nimish qo'g'laydi? Shu tuxum. Tuxum? Tuxum yeganim uchunmi? Shundoq. Men mening odamlarimning ma shirkatda bir narsa yeyishni qat'iy yoqtirmayman. Uning ustiga ma ishni derzini ichib etmay butun shirkatni tuxum purti tutibsiz. Kechiring, atgan nashta qilishga o'rgan. Ey, yarim soat baldir qopsangiz ham tugaydigan ish-ku. Men siz kirgach ishik derazani yechib o'tmoqchi. Bek banaringizni uzoq yeysiz. Bo'ldi. İşte to'xtam. Chiqin. G'alit ishqu bu. Yo'q qilan ishlarini bahona qilib qo'g'libas qandoq bo'ldi? Shu emasmi? U odat 9lar bilan ishga keladi. Bugun yarim soat burun kelibdi. Nasbas to'g'ri meni. Endi bu Polat direktoriga kimni saplab bersak ular? Ya bo'lmasa Odila navatamdiga. Odila? Bo'g'dik. O'zingizni tunishtiring. Mening ismim Odila. Naqsh eta olamsiz? Ha? Yo. Bo'lsa qaysisingiz bo'lgan ekansiz? Menga naqsh eta oladigan katib lozim tag'in. Bu Qayta. u sarang opti. Rostili sarang opti. Bundaqda bu keyingisi qanday bo'lgandi? Mening ismim Aliya. Men sizni tunayman. İngilizce bilamsiz? I began to learn English from high school. Certificate in English 4. When I was college, I taught English training class. Bo'lsa qaysisingiz bo'lgan ekansiz? Men inglizcha, ruscha, fransuzcha bilaman. Siz yamanjiq til bilgansiz-ku. Naqsh eta olamsiz? Naqsha dedingizmi? Men naqshiga paq qiziqaman. Qara qog'larim qayranib bo'shdi. Bo'ldi. Nimish? Naqsh etilgan odamlar faqat xo'shamyoqda. Qaysisingiz? Yaxshimisiz direktor, men ismim Nadira. Bu yil 25 yoshga kirdim. Bo'lsa siz chiqib ketsangiz bo'ldi. Yaxshimisiz direktor. Ketsangiz bo'ldi. Yaxshimisiz direktor, ismim Nafisa. Men shirkat xizmati bilan shug'ullanaman. Yaxshimisiz direktor, ismim Gulbiya. Mening kompyuter saviyam bilan davlat tili saviyam yaxshi. Qaysisingiz? Yaxshimisiz direktor, ismim Madina Hasan. Bu yil 25 yoshga kirdim. Iqtisod boshqarish kasbida o'qigan. Qaysisingiz bo'ldi? Buni katib lozim deb qilmaydi. Lekin katib bekitishda direktorning degini hisobda. U bizni bo'zak ko'rib qoldi. Biz bu yerga xizmat qilg'il kelgan. Uning sesiq gaplarini, to'nqaboqlarini ko'tagil kelmagan. Shu emasmi? U rostida bizga gol qildi. Rostlam. Ayirjumpning qutisi o'zgardi. Yenisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayirjump. Qalğaç markalık sopun paraşuki Fatma erkin chiqaradi. Voy nimaning? Kirnang. Qalğaç markalık sopun paraşuki. Parila. Men Dilkan Xalqaro so'z chekish shirkati tajdorligini olgan Ot arzusi filmidagi Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Lider nimish Polat qiras gap qilmaydigandi? Liderni loyiq Amina xonim tursa, ya siz bo'lmisiz? Lider vaqtini sir tutmoqchiga. Bundaq bo'lganda siz aslida uni ishxonasiga o'tib ketamsiz? Yo'q. Bu qandoq gap hamdi? Hargiz undoq bo'lmaydi. Qalaymagan gap qilmang.
Cesur doktor uyga ketmaganmidi? Yo'q, qaytib ketmadi. Kecha operatsiya qilgan bemorning ahvolida o'zgarish yo'q qilib, Jasur doktor qaytib keldi. Kecha bemorning ahvolidan xabar olg'achqa yaxshi orom ololmadi. Hozir bemorning ahvoli qanday? Hozir xil yaxshi, xatarlik bosqichda o'tib ketdi. Uyg'otma, uxlayapsiz. Nima? Meni Po'lat direktorning qishiga yutib ketamsiz? Aliya, bugungi faoliyatga men qatnashmasam bo'ldi-g'andu? Ha, bo'ldi. Tushdan keyingi yig'inda liderning yenidan ayrilmang. Bildim, mudir. Ertasiga soat 8da liderning nashtasini, doğrusini tayyorlab bering. Uningdan boshqa qisqa uçur orqali liderga yig'inning o'rni ham vaqtini eskartib qo'ying. Tushundim, mudir. Bugun toza mijozim yo'q. Ishdan baldiroq tushmoqchiman. Japat qolgan bo'lingiz. Asma ma'lum. Xislat mudir. Men aytadigan 7:30 bilan kelib bo'lma. Baldiroq kelib, tayyorlikqa qashtirasiz. Kim biladi? Direktorning ishxonasida men bo'lamanmi yoki Stepanammi? Men obdanroq o'lish baxsam bo'ldik. Stepanami? Balam, atangiz nima ish qildi? Dadam bog'bonchilik qildi. Bizning bir beg'imiz bor. Shu yerda chilan terib kirim qildi. Ha, atangiz toz ilg'or dehqonkanda. Boshqa tuqqanlaringlarchi, ular nima ish qildi? Ularimiz yurtda. Mening bir akam bor. Voy, qaysar akangizga o'xshash akangizdan birisi bor ekanda. Lekin sizda chilar qo'lanmadi. O'jan ma aqlliqligini aytatlar, voy qo'maq. O'jan, adamning amroqligini kaygus. Sizni bunday keyin hamma desam bo'ladi. Voy jinim balam, apa desingiz mayli. Yaxshimisiz, qo'shnim? Yaxshi. Keling. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshidir. Men tam qo'shningiz. Ha? Mal so'qmoq xonimi? Bu so'qmoq do'koni mening. Ismim Olim. Necha kun bo'ldi kiramadim. Yaxshi bir do'kon ochib olibsiz. Muborak bo'lsin. Voy, rahmat, o'zingizdan bo'lsin. Bu mening do'konimning mahsuloti. Tetib boqasiz. Voy, avvar bo'lib. Rahmat. Ondan tam qo'shni bo'lgandan keyin qanday bir ish ishlar bo'lsa, yordamim kerak bo'lsa, ayt desingizli bo'ladi. Ma'qul. Sizning qanday ishingiz bo'lsa, kiravering, ha? Tatinmang. Ma'qul amsa, men chiqay. Bo'ldi, rahmat sizga. Sizning ismingizni? Oyshem. Ismim Oyshem. Ma'qul. Ay balam. Nima deymiz endi? Bu balla shundoq tarbiyasiz cho'ngib qoldi. Faqat adamgarchiligi yo'q. Mush itpagan tomog'ini yeydi, yeb bo'lpam uylarga kirib yotdi. Voy, uni bir dema. Whatsa? Parizada da. Voy, tishmoda. Ishlaringiz tugdimi? Bo'pmi? Balam, ishlarim tugab qoldimi? Voy, anim bo'lsa. Voy, mendan xotirjam bo'l. Ammo ballavago sening yo'qlig'ingni bilindirmay. Shundoq yaxshi qaravotdi menga. Mo'minjonmichu kunda kelib yo'qlab turibdi. Ishlaringmi oz qolgandi? Bo'ldi balam, bo'ldi. Kech turing gaplashaylikmi? Adam kirib qoldi. Buldu. Kech ko'rishaylik, Voy. Hemen açtın düştün. Sen saklap durun.
Hazırlan bana ya. Hı. Resmiyet anamısın becirip oldum. Hem de ertelerim asla köyde aramadı. Hem de duydum ha? Ha. Yaxşı oldu. Hı? Bu işgay praktik vaqtda acayip tez to'shib ketdi. Bunun hech kimiz kunni ko'rishamaydigan bo'ldik-da. Hiç görüşemeymiz. Hiç olmaz telefon basıp görüşüp durmaz. Ben ne çok telefon kılmay. Cesur. Ha? Bizga qizim mening chet elga chiqib o'qig'im yo'q. Uyi bo'lsam yolg'iz g'iribsin qilishimdan qo'rqaman. Berna, bundan demem. Bu bir yaxşı fırsat. Ben siz şimdi siz çokum kılalaysiz. Hı? Kim biladi? Direktorning ishxonasida men bo'lamanmi yoki Stepanami? İş bir yere gitganda hammani pok-pok tutish kerak. Kim qapsiz bu? Bu ne lan? Buni deb, buni kim dadam bilan bo'lgan har qanday munosabatdan saqlash. Nima? Bu pulni elib shirkatdan ket demoqchimi? Siz kino ishlatamiz, siz elishib qoldingizmi? Ha? Elishib qoldingizmi da? O'zing boshliq qilgan ishlarga qilamda. Men sizga necha qatim aytdim. Lider bilan hech qanday munosabatim yo'q dedim-ku. Siz nima ish qilmaysiz? Ilama pulni. Nima ish bo'ldi? Filmda tasvirlanayotgan, ifodalanayotgan mazmun haqiqatan bizning jamiyatimizda, bo'pmi shahar turmushida dal yuz berayotgan hodisalarning biri. Ya'ni jiddiy sur'atda davom etayotgan shahar hayoti otalar bir oiladagi ota-onalar bilan farzandlar o'rtasida saqlang'ili bo'lmaydigan darajada ma'lum bir uqishmaslik, o'zaro tushunishmaslik hodislarini paydo qilib qo'ydiki. Masalan biz Urumchining turmushini olib aytsak, yana nurg'un oilalarda shunda qasddanlik yo'q. Farzandlarning va dada onaning o'rtasida bir-biriga qiydaydigan, bir-birining fikriga bo'ysunmaydigan ish hodisalar davomli yuz berib turdi. Ba'zi farzandlar xizmat jiddiyligidan, xizmatning besimidan, jamiyatdagi munosabatlarning murakkabligidan, har xil sabablar tufaylidan ota-onalarning maqsad muddalarini tushunishga ko'ngil bo'lmaydigan, ular bilan tafsiliy o'tirib oldirmay, mundashmaydigan, sirdashmaydigan, mana shunda sirdashmaslik sababidan o'tirda orliq paydo qilib qo'yadigan ishlar bor. Yana garchi maqsadsiz yoki qasddansiz bo'lsa, oldirashchilik ichidan bugun bordim, erta bormsam bo'ladi yoki bir necha kundan keyin bir ko'rishsam bo'ladi degandek shunda bir bana sabab bilan ota-onalarimizni vaqt qaralida yo'qlab, ularning holini so'rab turmaydigan ahvollarmi bor. Ularni qasddan unda o'rlashtirgan ish emas. Haqiqatan jiddiy shahar turmushida yashayotgan farzandlar to'laroq vaqtdan bir qisilib qoladi. Chunki cho'ng shaharlarning turmush sur'ati intayin tez,
bir ishga bir ish ulashib kelayotgan, xizmatga munosabat ulashib kelayotgan degandek. Ko'p ota-onalar hamda ota-ona deganning bag'ri keng bo'ladi. Har qanday ota, har qanday ona o'z farzandini ayblamaydi bu ish to'g'riliq. Lekin dillari bir xil g'erib besib qoladi ekanda, shunday bo'lganda. Ranjimagan taqdirdami? Shu farzandlarni ko'ygisi keldi, necha qitim ko'ygisi keldi, necha qitim apu qildi, necha qitim to'g'ri tushundi, lekin oxiri bo'lganda bu apu qilish, bu chidam g'ayrat yig'ilib kelib, ko'nglida bir xil g'ubar yoki bir g'am andisha yoki bo'lmasa, shunday bir xil g'eriblik paydo bo'lib qoldi ekan. Hamda ota-onalar farzandlarni kichik vaqtida uningga tog'dek, bog'dek bir obrazda bo'lsa, bolalar cho'ng bo'lgandan keyin ota-onalar xuddi o'zining bolalarini kichik vaqtga o'xshash bir almışıp qilish bo'ldi ekanda. Cho'ng bo'lganda ota-onalar bolalarga ehtiyojli, bo'pmi bolalarning mehr muhabbatiga ehtiyojli bo'lib qoldi ekan. Shu sababdan bu filmda yana bir olg'a surmoqchi bo'lgan bir markaziy ideya oiladagi ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi o'zaro tushunish, o'zaro ishonch, o'zaro shunda bir-biriga ota-onalarni tushunish va ota-onalar farzandlarni tushunishi degandek shunda bir haqiqatni shu jamiyatda yashayotgan barliq kishilarga o'qitmoqchi. O'zaro oilada shunda yaqin sirdishish ko'proq bo'lganda farzandlar va ota-onalar o'rtasida cho'qim nurg'un narsa o'zaro tushunib yeshiladi, fuqishmasliklar yeshiladi, tushunish cho'nqurlashgan sir mehr muhabbat cho'nqurlashadi. Menimcha yana bu voqelik orqali kishilarga demoqchi bo'lgan bir gap shu. Farzandlar va ota-onalar o'rtasida ko'proq sirdishishning muhimligi, o'zaro tushunishning muhimligini o'tirib qo'ymoqchi. Menimcha bu filmda tasvirlanayotgan, ifodalanayotgan voqelik bizning jamiyatimizda bo'pmi, shahar turmushida yashayotgan oilalarda dal yuz berayotgan hodisa deb o'ylayman. Ya'ni bizning shahar turmushining sur'ati tezroq. Farzandlarimiz cho'ng bo'lgandan keyin ular xizmat, har xil munosabat sababidan oilasini, cho'ng oilani bo'lma ota-onasini maqsadsiz holda hamda to'laroq yo'qlab turmaydigan, yo'qlayolmaydigan, vaqt qaralida ularning ahvolini so'rab bo'lolmaydigan, ular bilan tafsiliy o'tirib, qallasida paydo bo'lgan ba'zi bir uqishmaslikni yechish uchun harakat qilmaydigan, ammo shunda bir ishlar bor, bu haqiqat. Shuningga mushu voqelik orqali, filmdagi voqelik orqali yana bir jamiyatga o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan bir fikr nima desa, ota-onalar bilan bolalar o'rtasidagi uqishmaslik, tushunishmaslik faqat o'zaro sirdishish, ko'ngil bo'lish, alaydan vaqt chiqarib ko'proq fikrlash orqali menimcha cho'qim yaxshi ifodasini topadi degan bir fikrni o'tirib qo'ymoqchi deb o'ylayman. Bu yolg'iz oilaviy munosabatni tanlash uchun emas, balkim keng jamiyatdagi har soha kishilar o'rtasidagi munosabatni tanlashga cho'qim foydali. O'zaro ko'ngil bo'lish, o'zaro tushunishni cho'nqurlashtirish.